Hammaga salom do'stlar, men ismim Kompot. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun biz bilan nima qilamiz? Yana kimdir keldimi uyimga borib, har doim videoni boshlayotganimda uyimga kimdir keladi. Qishloqi salom, qishloqlar sizlar bu yerda nima qilsizlar? Kompot, salom, yur bilan birga xazina qaziysan. Tushunmadim, qishloqlar qanaqa xazina haqida gapiryapsizlar? Biz internetda ko'rdik-da, bizani qishlog'imizda xazina bekitib qo'yilgan ekan. O'shanga yur birga qaziymiz. Tushunmadim, qishloqlar sizlar qanaqadir internetga ko'rib, qanaqadir xazinaga ishondinglarmi? Ular hammasi fake-ku. Yo'q, ular fake emas, Kompot. Voy, men sizlarga javob beraman, u hech qanaqa xazina yo'q bizani qishlog'imizda. Agar men hozir men sizlarga aytsam, mani uyimni tagida qanaqadir katta monster bor desam, sizlar ishonasizlarmi? Mana shundoq hozir uyimni tagini qazisanglar, mana shuni katta monster chiqib keladi, ishonasizlarmi? Kompot, nima sani uyingda rostdan katta monster bormi? Voy, qishloqlar sizlar meni yomon kuldiryapsizlar. Hech qanaqa xazina yo'q deyapman, u bizani qishloqda. Qarab turgan Kompot, biz eng boy bo'lib ketamiz, biz sen bilan bo'lishmaymiz. Oho, qishloqlar men ko'rganmanki, otda bor. Qayerda o'zsizlar o'sha xazinalar? Ana oq kiyimli qishloqni uyini oldida ekan, Kompot karta etishi bo'yicha. Mayli, ketdi, qani qidirib ko'ramiz. Mas bitta ustinglardan kulib yo'qligini ko'rib ketdi. Yur, Kompot, 100% bo'ladi u yoqda. Ketdi qishloqlar. Oh, bolalar, biz hozir xazina qazishga ketyapmiz. Men qishloqlar qanaqadir xazina deyishyaptimi bilmayman. Hop, mayli, qayoqda ekan endi o'sha xazina qishloqi? U mana mashlarda bo'lish kerak. Hozir mashlarni qazib ko'ramiz-da. Davay, mashdan millionlar, milliardlar topasizlar, men javob beraman. Qani o'sha million milliardinglar bolalar? Qani? Nimagadir bu yoqda yo'q ekan, balki mana bitta bordir. Hop, qani qazib ko'ring-chi. Qanichi? Hozir qaranglar, almasli uylar chiqib keladi, tillali uylar. Vau, qani? Bu yoqda ham yo'q ekan. Lekin 100% baribir mani aldamagan internet. 100% bor, biz topolmayapmiz. Kerak bo'lsa mana shu butun qishlog'imizni qazib chiqinglar, baribir topolmaysizlar hech qanaqa xazina. Bu yoqda umuman yo'q xazina. Mayli, Kompot, to'xta, bitta oxirgi joyini ham tekshirib ko'raylik, balki bordir. Mayli, tekshirib ko'r, butun qishloqni qazib chiqmangitsa. Kelinglar qishloqlar, mana bitta bor bo'lishi kerak. Hop, qanichi, hech nima yo'q bu yoqda. Mana qani hech nima yo'q bu yoqda. Voy, tushunmadim. Voy, ura, men topdim xazinani, men topdim. Tushunmadim, bu rostdan xazinami? Nima bu? To'xtanglarchi. Voy, pullar ham bitta sandiqlar. Ulan bitta rostdan kasbning pullar bor ekan. Kompot, sandiqlarning ichiga qarang, sandiqlarning ichiga qara. Nima bor ekan mana ichida? Voy, bolalar, pullarni qaranglar, namuncha ko'p bu yoqda pullar. Biz endi eng boy bo'lamiz. Bizning qishlog'imiz eng boy qishloq bo'ladi. Ura! Yaxshi, lekin bu yoqda o'ylagandim. Rostdan ham ko'p ekan bu yoqda pullar, juda ham ko'p ekan. Biz endi eng boymiz, Kompot. Ura! Endi bemalol pullarni sochirsa ham bo'ladi. To'g'ri, qishloq biz endi eng boyimiz. Kompot, sen pullarni bu yoqqa olib kelgan pullarni. Bu yoqda biz eng boyimiz, biz sen bilan bo'lishmaymiz. Men senga aytgandim-ku, agar biz eng boy bo'lib ketsak, sen bilan bo'lishmaymiz deb. Qishloqqa unaqa qilma endi, iltimos, shuncha pul bor edi. Men endi rostdan bu yoqda xazina bor deb bilmagandim-da. Iltimos, ozgina ber. Yo'q, Kompot, biz hammaga beramiz, lekin senga bermaymiz. Qishloq unaqa qilma, nechesini bu? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bo'ldi, Kompot, sen pullarni ko'rib bo'ldingmi? Endi ketursan ham bo'ladi, biz baribir bo'lishmaymiz. Kerak emas, menga kerak bo'lsa 1000 ta shunaqasini qidirmaysizlarmi? Boshinglarda qolsin shu xazinalar. Qishloqlar men bilan bo'lishlik kelmayapti-yu. Boshida mendan bekor etib qo'yinman-da, bolalar, hech qanaqa xazina yo'q deb. Endi ular ham internetdan topdik deyishganiga, internetda qanaqadir fake'lar bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Endi o'zinglar ham bilasizlar-ku, hozir bunaqa fake'lar ko'payib ketgan. Boshida men aytib qo'yganimga, endi men bilan bo'lishkligi kelmayapti. Tushunmadim, bu kimning mashinasi? Vau! Salom, Kompot, qani ekan, mashinam yo'qdimi?
Tushunmadim. Qayerdan sen bunaqa kiyimni olding? Qo'lingda qanaqadir olmos, yana ko'zlaringda pullami? Kapot, men endi judayam dahshat boyman. Hammamiz boymiz, endi sandan tashqari. Mayli o'zingga yangi mashina ham sotyapsan, bunaqa pulli. Vau, mashinang ham chiroyli ekan-a. Nima deyapsan kapot? Eshitmayapman, men pullarni sanayotgandim. Kapot, sen pullar bilan mashinalarimga qarab tura olmaysanmi? Qishloqlarga pul berib keldingmi ozgina? Mayli, qarab tura olaman. Mayli kapot, qarab turma, unda hozir kelaman. Mayli, vau, bolalar, lekin qaranglar, o'tda o'zi qancha pul bo'lgan ekan. O'sha xazinada bunaqa yangi mashina ham sotib olibdi o'ziga, kiyimini ham alishtiribdi, mana bunaqa pullar ham. Bo'ldi kapot, men hammaga pul berib bo'ldim. Endi biz hammamiz boymiz. Qanicha, rostdan ham hamma o'zgarib qolibdi. Hammani ko'zida pul, kiyimi o'zgargan. Mayli, yaxshi, yaxshi. Kapot, mayli, men unaqa yomon emasman, senga ham ozgina pul beraman. Rahmat qishloqqa. Nima bitta dona pulmi atigi? Mayli, kapot, men hazırlashdim. Hozir ko'proq beraman. Prosta hazırlashyapman-da. Kapot, pulli go'limni qilamiz. Bilmasam, sen qilishni bilasanmi o'zi? Men senga ozgina bunaqa bloklar beraman, pulli. Yana qo'l. Uni o'zi qanaqa qilib qiladi pullilarni? Sen prosta ashta go'lim qilayotganingda ustiga pul olsang bo'ldi, tayyor bo'ladi. Mayli, qiziqyapman, lekin ozon qilib ko'raylikchi, bunaqa pullar bilan osib tashlaymiz. Qochib qishloqqa otamiz. Endi tepasiga oppa qilib, vau, bolalar qaranglar, rostdan ham bunaqa boy go'lim bo'ldi. Qalaysan, yaxshimisan? Kiyimlaring menikidan qimmat-ku. Kapot, juda ham chiroyli bo'libdi. Ko'proq qilib chiqamiz-ku shulardan. Mayli, ko'proq ko'ramiz, menga farqi yo'q. Kapot, bizani qishlog'imiz eng boy bo'lishi uchun borimiz, hamma yo'lni almazlik qilib chiqish kerak. Sen rozimisan? To'g'ri, lekin hamma yo'ni qilib chiqsa juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, kapot, unda sen bizani uyimizni qilasan-da, biz esa boshqa yo'lni qilamiz. Men senga kerakli narsalar. Mayli, bo'ldi. Xo'p, hammasini qilib chiqaman unda. O'sha umiddan keyin shu yerda ko'rishamiz, kapot. Bo'ldi, ko'rishib olamiz. Mana narsalar, kerakli narsalar ekan, mayli. Lekin qishloqqa to'g'ri o'ylabdi. Hamma pullarni mana mashinaga, kiyinishlarga ishlatmasdan qishlog'imizga ishlatsak, juda ham zo'r bo'ladi. Unda hozir mana shu yerda polniy almazlik qilib chiqaman. Qishlog'imiz juda ham chiroyli bo'ladi lekin. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Ana bo'ldi, tayyor. Vau, kapot, qanaqa chiroyli bo'lganda qishlog'imizni. Qishloq lekin juda ham chiroyli bo'ldi. Hamma yoq chiroyli, mana seni kiyimingga o'xshab. Mayli kapot, kechir meni, men senga boya ertalab pul bermaganimga men qarashib olganingga pul berishga tayyorman. Rahmat qishloqqa kattakon, sen ham meni kechir, endi ertalab ustingdan kuldim, bilmagan nimaga, lekin sen rostdan ham topding xazina. Qara, endi qishlog'imiz juda ham chiroyli bo'ldi. Hamma mana bunaqa chiroyli kiyimda, mana bunaqa pulli go'limlar. Vau, juda ham zo'r. Yana mana bu yerda pullar ham juda ham ko'p. Uyimizda ham almazlik bo'ldi. Men sizlarga o'zimni uyimni ham ko'rsataymi? Qaranglar, mana bunaqa qilib bezatdim. Hozir men lekin ichini ham o'zgartiraman. Menga qishloq bir ikkita narsalar berdi, mana shu o'zgartirib olishimga. Xo'p, mana bu kravatni buzib tashlaymiz. Bu bizga yo'sh kerak emas, mana bunaqa almazlik qo'yamiz. Yana mana bu sandiq o'rniga mana bunaqa zo'r sandiq qo'yamiz, olib tashlaymiz. Xo'p, ana bo'ldi, qaranglar, mana bunaqa almazli sandiq. Xo'p, endi bu narsalarni ham ichiga solib qo'ya olamiz. Qaranglar, bularni kattaligini juda ham ko'p narsalar sig'adi bunga. Lekin juda ham zo'r bo'ldi deb o'sha qishloqqa ham xazina topib olgani ketdi. Endi yana go'limlar qilaylik. Vau, mana mashinalarning chiroyliligini. Kapot, endi hammamizda bittadan shunaqa mashina bo'ladi. Voy, juda ham zo'r o'ylabsan, lekin mashinalar juda ham chiroyli ekan. Kapot, bitta o'tirib haydab ko'rsan. Mayli, bitta haydab ko'ramiz. Vau, uchi ham lekin juda ham chiroyli ekan. Mayli, bitta haydab ko'ramiz. Qanaqa ekan? Vau, qani qishloqqa qoch yo'limdan urib ketaman hozir unda. Vau, lekin menga berib bekor qilishdi-da. Men juda ham zo'r haydayman. Yomon tez yurar
ekan, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Opamda, vau, lekin juda ham zo'r ekan. Tez yurar ekan. Qishloqlar ehtiyot bo'linglar. Bunda, mayli, mana bunda to'xtab ola qoling. Bu mashina juda ham tez ekan. Ehtiyot bo'lib haydash kerak. Hop, tushamiz. Ana bo'ldi. Lekin juda ham chiroyli ekan. Qaranglar, yana mana bitta YouTuber ham deb yozib qo'ygan ekan. Endi men YouTuberman, to'g'rimi? Mayli, men yana ozgina go'limni qilishim kerak mana bunaqa pulli, chunki men yo'lda juda ham kam ekan. Bundoq qilamiz, pullarni sochamiz, bundoq qilib, bundoq. Hop, ana bo'ldi. Endi boshiga bundoq qo'ysak, ana bo'ldi, tayyor. Mana bunaqa go'limni men bilan ham qilamiz. Men pullarni ham olib tashlash kerak bu yoqdan. Qanaqadir g'alati ko'rinyapti. Olamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Go'limlar ham endi juda ham ko'p bo'ldi. Bu men mashinani qaranglar, men bu pullarni ham olib tashlaymiz bu yoqdan. Xo'p, bo'ldi, lekin bugun qishloqqa mana bunaqa xazina topib qo'ygani juda ham zo'r bo'ldi deb qaranglar men bularni. Mana bu yerda yana seyf bor ekan. Buni seyfga solib qo'yamiz pullarni. Hop, bundoq qilib chiroyli qilib qo'yamiz. Bundoq, hop, ana bo'ldi. Pullarni ham bundoq qo'yamiz. Bo'ldi, lekin mana bu qishloq xazina topib qo'ygani juda ham zo'r bo'ldi deb boshida esa men unga ishonmagandim, topolmaysan deb. Lekin juda ham zo'r bo'libdi topgani. Ну что, bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.